Hozir men ham dadamga aytaman, nega ham to'p olib beradilar? O'g'lim, undan ko'ra bo'ladigan ish bilan shug'ullansang bo'lmaydimi? Qayerda olaman u to'pingga men pulni? Undan ko'ra bor, qo'ylarga qara. Mayli dada. Aka, o'g'lingizning iqtidori bor. Agar ozgina vaqtingiz bilan mablag'ingizni ajratsangiz, o'g'lingizdan yaxshi futbolchi chiqadi. Ey ustoz, o'g'lim fikrini buzmang. Hech qanaqa daromad, hech qanaqa futbolchi bo'lmaydi. Ravshan! O Ravshan! Bor to'ping bilan lashvishlaringni olib chiq. Bundan boshlab na futbol, na boshqa narsa bor. Ko'chada likkilib o'ylaganingni ko'rmay, eshitdingmi? Bor, qo'ylarga qara. Oshira bir yugurmaganni qarab bo'lardi. Qachongacha mana shunaqa yuramiz? Qachongacha? Qachon chempionatga chiqamiz? Ey, sen nima qilib o'tiribsan? Baraka topkir. 25 ga kirding, 25 ga. Bir ishni boshini ushlaganing yo'q. Termonlarga qaramaysan bor. O'tirishingga qara. Futbolchi bo'lish armonim bo'ldi. Choyxona, to'y desa pul bergan dadam. O'g'lingiz futbolchi bo'lmoqchi edi. Orzularim bilan qiziqmagan.